Abdulloni hech narsasi yo'q paytiga ham bilardi. Hozir ham bilaman-da. O'sha paytdan beri biz aka-ukamiz. Rahmat. Telefon qilishga uyalganda, sinfdoshimga uyalgan. Bitta hozir jo'ram ukam keladi, qarindoshim. Shu bolani puli yo'q, shu bolaga sharik beringlar. Keyin pulini olib kelib beradi. Shu Abdulla olib kelmasa, men javobgarman degan. Ya qarzga sharik olganman birinchi bo'lib. Abdulla kelgan 2014-yil. Oyog'ida tap chiqqan. Juda oddiy-da. Endi naqada xafa bo'lmaysizlar. Shunday. Keyin bitta jo'ralari bor edi. Hozir alohida ishlayapti. Mehroj. Mehrojmi Shahzod? Shahboz. Kirganlar, keyin ko'rishdik. Keyin aytdiki, bo'ldi. Keyin dedim, endi jo'ramlik uchun bo'ldi, beramiz. Olib bordilar sharni, pulni olib keldilar. Shu bilan Abdulla o'zi shaharga kelib, shar olib ketadilar bizlardan. Afarmindan boshlaganman aka siz. O'sha paytda endi pullari yo'q edi-da, o'sha paytda kelib. Pulim yo'q edi. Man olgan. Keyin esimda bor 2022-yil Abdulla katta tug'ilgan kun qildilar. Hammani oldiga mana shu gapni aytdilar keyin. Shu akam menga shunaqa yordam qilgan. Tug'ilgan kunlarda hamma yaqin insonlarni oldiga aytganlar. Endi bor narsani aytishga. Yo'q, endi o'sha paytda shu uchun mana Abdulloni taniganimga agar 13 bo'lsa 12 yil yaqinda 13 yil bo'ladi. Men Abdulloni hech narsasi yo'q paytiga ham bilardi. Hozir ham bilaman-da. O'sha paytdan beri biz aka-ukamiz. Rahmat. Sharif akam shu hozir aytib beryapti 2014-yildan beri biz tanishmiz. Hozir aytib beryapti haqiqatan noldan boshlagan davrlarimizdan akam qo'llab-quvvatlaganlar. O'sha vaqtda uchun kansellarskilar hozir ham bor kansellarskilari. Konstav sotadilar, uch optim sotadilar. Shu sharikka borardim. Sharik afarmini qilasdi. Pulim yo'q edi, shar sotib olishga. Tasavvur qiling. Pulim yo'q, shar sotib olishga. 15 ming so'mmi, 20 ming so'm pachkasi. U 200 ming so'm bo'ladi. Agar 10 pachka sotib olsam 200 ming so'm bo'ladi. Yo'q shu pul menda. Qarzga olib, borib ishni qilib odamlarning ishini pul olib kelib qarzimni uzardim. Rahmat. Mana shunaqa davrlardan o'tganmiz.